Mana Murodjon, iltimos sizdan yordam beringlar. Yomg'irga to'lib bo'ldi. Yalinaman, o'tinaman sizdan. Sardor akaga ayting, yordam bersin. Tarakanam chiqib ketibdi-yu. Chayon chiqadi bu yerdaga. Kechanda ham o'ldirib keldik, katta chayon. Mashitda yotasiz. Shitda yotamiz. Og'ir sovuq. Bitta isitish mashindan. Mashindan Duxovkadan isitasiz. Duxovkaga qo'yamiz. U kirmaydi baribir. Bu zahar chiqaradi-ku. Ha, chiqaradi. Shu uyda, mana shu holatdagi uydan ham chiqarib yubormoqchimanki. Hojatxonani borib ko'rsangiz, tushib ketasiz ichiga. Holat vaziyat ko'ryapsizlar. Men shuni yopaman. Men ochig'i gap topolmayman gapirishga. Gap video murojaatdagi ko'rgan xonadoningizga yetib kelganmiz. Hozir ko'rgan videongiz aynan mana shu joydan olingan. Sharoitni ko'rib, biz bir omborxonada turibdi deb o'ylashingiz mumkin. 3 ta jon yashaydigan uyda turibmiz. 67 ga chiqqan onaxon, ularning qizlari va nabiralari 25 yildan beri mana shu holatda yashashyapti. Bu holat qanchadan beri davom etadi? Bu holat ancha bo'ldi. Qishda nima qildinglar? Qorda. Qorda, mana shu suv qotdi, gaz yoqsangiz ham isimaydi bu xonalar. Faqat mana shu yerda yotamiz. Bu xonalar вообще muzlab ketgan. Bolam 3 turmada kasal bo'lib qoldi. O'zimda ko'zimdan iring chiqadi. Ko'rpalarimiz yo'q, ko'rpa to'shak yo'q. Bitta qolgan. Mana shu turib qolgan. Bekorga shoshib kelganmiz-da. Bekorga shoshib. Kunda so'rayman. Ayniqsa yomg'irlarda so'rayman. Nimaga aynan yomg'ir yog'ganda so'raysiz? Yomg'irda Alloh taolo 7 pardasini ochadi. O'sha paytda so'rayman. Yomg'ir qonlarda so'rayman. Yomg'ir yog'ganda Allohning rahmati yog'adi osmonda. O'sha paytda so'rayman. Juda o'tib ketadi-da insonni qadridan. Xafa bo'lib ketib qoladi. U ana shuna holatlarda nima deb o'zingizga dalda berasiz? Mayli. Sabr qil. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi, senga ham yaxshi kunlar keladi hali. Biroq bu rahmim kelib ketadi onamga. Nimaga aynan o? Chunki oyoq og'rim sinib tursa ham muzirga chiqdi-da. Bagajga kelib sen uyda o'tir, bolangga sen qara deb bagajga kelib temir terib shu bolamni ustab kelardi-da. Kalaskaga solib shu bolamdan muzirga ham chiqqanman-da. Bitta kash olaman deb, bitta non olaman deb chiqqanman. Yetmay qolgani ham bo'ladi. O'sha magazinga kirsangiz, kechagina shu voqea bo'ldi-da, shu narsa. 10 ming kun turadi marojna, bilasizmi? O'sha boshda berolmadim-da. Bitta marojnani berolmadim. Anne, biz bersam, 7. osmonda yuradi. Shu bolam oddiy tupa berganiga shukur. Qo'rqaman to'g'risi. Ona o'tib qolsa men nima qilaman deyman-da. Ular umr uzoqmasa. Onamni ham orzu havasini shunaqa yashatgim keladi-da. Toza uylarda, yaxshi uylarda. Lekin shunday so'raymanki, har bir insonga ismi beriladi. O'sha ism bilan o'tish kerak. Hozir tirik yashab yurganimizga shukr. O'rnimiz but bo'lib yurganiga shukr deyman. Shu holatdagi xarob uyda yashasangiz hammi Shukr deyman. Kimniki bo'lishdan qanday desa, vaqtinchalik bo'lsa ham bor. ma'lum bir muddatdan keyin shu uyingiz ham bo'lmaydi. Shunda ham shukrdamisiz. Mayli, chiqarsa ham bir ilojini qilaman. Qayerga borasiz meni chiqarib yuborsalar? Alloh o'zi bir yo'lni ko'rsatadi. Shuncha yig'laganim bari o'tib ketdi-ku. Bu yog'iga ham chidayman. Qanday sinab bersak, bu yog'iga ham chidayman. Qanaqa uyingiz bo'lishini xohlaysiz? Toshkentdan xohladim-da. Rosa orzum bor. Toshkentda yashash orzum bor. Har safar duo qilganda Alloh deb turibdi. Qaniydi meni Toshkentda yashasammi deyardim-da. Onam ko'rmaganda, mashina ko'rmagan. Necha yoshga chiqdilar? 67 yosh. 67 yoshga chiqib, Ko'rmagan. Toshkentdan 50 kilometr uzoqligida turib, hali Toshkentni ko'rmagan. Ko'rmagan. Toshkentda yashash bizga ham nasib qilarmikan deydi. O'ziga orzusi bor ichida. Bizga ayta olmaydi-da onam.
Toshkent markazdan atigi 50 kilometr masofada turadigan, lekin hali Toshkentni ko'rmagan insonlarning xonadonidamiz. Allohga oson. Saxiy insonlar ko'p. Birgina harakati bilan sizni bemalol Toshkentdan uyli qilib qo'yadigan saxiy boylar ko'p-da. Bu videolarga komment yozing, like bosing, yetkazib qo'ying. Juda ko'p bunaqa oilalarimiz juda ko'p. Sizni birgina shu harakatingiz bilan juda ko'p insonlarga yordam boradi. Ko'pchilikning muammosi hal bo'ladi. Jannatlarda uchrash nasib qilsin. Yurak amri xayriya jamoat fondi. Olganim emas, berganim o'zimniki.